telefon oldim. Yangi telefon 50%li, 50% to'langandi. Yangi olinadi. 3 kunda bir aka chiqdi, zavodskiy bir aka ekan. Olgan joyimga borsam, servisga borasiz deydi. Servisdagilar aka ekran almashtirish kerak deydi. Keyin bo'ldi dedim, 2 soatda almashtirib bersangiz, almashtirib bering desam, "Yo'q aka, cho'ziladi, telefon tashab ketasiz, zakaz beramiz" deydi. Unaqaga dedim, menda bitta telefonim, boshqa telefon yo'q bo'lmasa berib turinglar, tashab ketaveraman desam, "Yo'q aka, uni iloji yo'q, bizda ham telefon yo'q" dedi. Servisda ballar. Keyin nima qilamiz desam, zakaz beramiz deydi. 2 kunda ekran kelsa, bo'lsa qilib beramiz deydi, bo'lmasa 20 kunlarga cho'ziladi deyishadi. Men unga vaqtim yo'q dedim, telefonsiz hozir ish bitmaydi aka, bilasiz. Desam, keyin aka bizda shunaqa holat deydi. Keyin hozir bo'lmaydimi desam, yo'q deydi. Keyin tanishlar 1091 iste'molchilarga qilgan dedi. Zavodskiy har qatdan birak bo'lsa, almashtirib beradi. Shu tashkilotda ha bo'ldi deng 1091 ga qildim, ariza tashladim. Bir hafta 10 kunda hal bo'ldi. Shu bir haftalarga bordi shekilli. Faoliyatim usti tepalarga tent tortamiz aka. Yaxshi. Shuna salqin qiladigan narsalar, suvlar, kilometr pissillarda. Endi bizda aka ishimiz shuda, ishingizni rasmini tashlang deydi, sirazi. Keyin syomka qilib, hali ishlar rasmini klientlar o'z sirazi bittada so'raydi. Aka ishingizni ko'ray deydi. Ko'ray deydi. O'shanga aka gaplashib yurgan bo'lganda menga ana unaqa bas edi, shartdan bas edi. Gaplashgani bitta prostoy telefon olib ishlatib turilaverardi. O'sha hisobi 20 kunga hozir sezonligi uchun aka 20 kunga men yo'q dedim-da, bo'lmasa menga shartdan bas edi. Endi baribir zavodskiy birak narsada aka o'zidaqa qilib beramiz dedi. Aka dedim, masalan, dedim mashinani zavodskiy chiqsa dedim, boshqa balon qo'ysangiz dedim, u zavodskiy bo'lmaydi-yu desam, ha, xuddi shuni ekrani keladi dedi-da. Keyin bo'pti deb chiqib ketdim. O'sha sizlarga 1091 ga murojaat qilganlar, qil dedi, bittada ishini bitirib beradi deyshodi. Keyin qilaverdim. Endi aka masalan biz ham oddiy misol, meni aqlim yetadi urush janjal qilib olganida, endi keragi yo'q-da buni. Ortiqcha sammanga borib, undan ana tegishli tashkilotlar bor ekan. Murojaat qilish kerak. Murojaat qildim, bo'ldi.